أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli kardeşlerimiz, bugün dersimizdenki 55. ayetiga, yani Sure Al-İmran'ın 55. ayetiga keldik. Ayet yanıla İsa aleyhissalatu vesselam'nınki vakaliki hakkında kitabatıdır. İlgirki ayette biz وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ din düşmanlarınınki her kança hile, neyran, tuzakları, suikastları aşkar yoşurun. Bosunu Allah subhanahu ve ta'ala bulanı müminlerge ve peygamberlerge asla iyi kılmaydı. Bulanın kuruşkan tuzakları, kılgan hile, neyran, suikastlarıga yarışa cevap bergüçi degan mazmunda so'zlab o'tgandik. Şunun qatarida İsa alayhissalatu vassalamdan qutulishmoqchi bo'lgan, suiqasd qilmoqchi bo'lgan vaqtdagi Banu Isroilga qarata Alloh subhanahu va taolo ilgirki oyatning mazmuniga mas holda shunda deydi: Estaizu billah iz qala Allohu ya Isa inni mutawaffika va rafi'uka ilayya ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ayetine kısaca bir tercüme etsek aldı bilen. Öz vaxtida Allah subhanahu ve taala İsa aleyhisselam'a şunda dedi ki: "Ey İsa, men seni tuluq üzem tarafga tapşırıp alaman mutavaffiga ve rafi'uka seni men tarafga kütürüp ap chiqib ketaman ve mutahhiruka minellezine keferu seni kuffarlardan paklayman, ularning qilgan past ishlaridan, nejis ishlaridan, nachar ishlaridan seni saqlab qolaman ve sana ergashgan sal mangan bu yo'lda manganlarni inni ja'ilul tabauka bu yolda sen ipkegen bu yolda hayatta bu menhecde mangallarını kıyametke kadar kuffarlarının üstünde kılma. Thumma ileyye merci'ukum ahırda hemmenlarının kaydılarına men tarafki buludu. Aranlarda ıhtilap kılgan her iş hakkında men hüküm çıkarman da Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bu ayet ilgirki ayetten keyin kilişi İsa aleyhissalatu vesselam'nın ki Banu İsrail'den küfürünü his qilishi, ularning yomon niyatini his qilishi, suiqasd İsa aleyhisselamni o'ldirish uchun tuzaq qurganligi qatorliq bir munchlarga noiti mas dalil sifatida kelgan. Ya'ni mushu oyatning o'zida 4 masala bor qarindoshlar. İsa aleyhisselamga Alloh subhanahu va taolodan iroda qilingan. Biz birdan kelamiz. Birinchisi mutawaffik. Mutawaffik normal Arap tilidagi bugungi kunda qo'llanilgan lug'atlarga normal so'z ishlatilishga qaragan vaqtda seni vafot topqizib degan ma'noda chiqadi normalda. Odatda bizning Uyg'ur tilida qo'llanildi bu so'z. Vafot topdi, vafot tepish. Mushu vafot degan so'z mutawaffik bilan so'z yiltizi bir. Bu normal qo'llanishda ishlatiladigan so'zlar. Ama Uyg'urcha tushunmasaqmi, bak ashaga bir taqlib qoladi. Ama Arabcha biz so'zning asli ma'nosi va Qur'ondagi bu so'zning ishlatilish uslub metodiga qaraymiz. Qur'ondagi tavaffa, mutavaffi degan mushuningdan chiqqan ma'nodash, yiltizdash so'zlarga qaragan vaqtimizda Qur'onda o'lim ma'nosida keladi. Ölüm ma'nosida keladi. Bu bir ma'no. İkincisi ruhni elish yoki uxlatish ma'nosida keladi. Masalan sura An'am'ningki 60-oyatiga qarasanglar, "Huvallazi yatawaffakum bil-layl va ya'lamu ma jarahtum bin-nahar, thumma yab'athukum fihi." Kechasi sizlarni uxlatadi. Yani uxlatish ma'nosida. Ondan başqa sura Zumar'dami Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut. Yani uyqudumu odamni uxlatadigan bir ma'noni
şu tavaffa degan so'zni qo'llanish orqali ifodalanadi. Ya'ni Qur'onning mantiqisidan, Qur'onning so'z ishlatish metodidan tavaffa degan so'z sapla o'lim ma'nosida kelmaydiganligini biroz tushundik. Boshqa ma'nolarim bor ekanda. Ama bir nuqtani tekrar eslatib qo'yay. Tavaffa degan so'zni udul lug'atlardan izlasa, qomuslardan izlasa, normal keng qo'llaniladigan kishilarning og'izda qo'llaniladigan ishi jonni elish, vafot topqizish ma'nosida. Ama bayatning ko'rgunimizdagi ikki oyatni ko'rdik ya. Tavaffa degan so'z Qur'onda bu ma'nilikdan qo'llanilgan, balki xulutish ma'nosimi ham nima bor tavaffaninki. Endi balkim so'rashing mumkin. Nimishqa bu yerda gapni aniq qilmaymiz da ehtimolliq so'zlarni ishiltidi. Deydigan bir savol tug'ishi mumkin. Biz deymiz, Qur'oni Karimda nurg'un masalalar bor. Aqida nuqtasidan so'zlanadi, ammo dunyodagi ahkamlarda uni anda tushunish yoki manda tushunishning hech bir o'zgartishga, ahkamlarning o'zgarishiga ta'sir olmaydi. Iso alayhisolatu vasallamning masalasi bu. Müşahede bazı kişiler mutavaffikni canını elish, vafot topqizish ma'nosini asos qilib turib, Iso alayhissalom o'laglik deb qaraydi. Ama ko'p sonliq o'lim ola, ya'ni mu'tabar o'lim ola, mu'tabar fikr, mutavaffik biz bayatni degandek o'lim ma'nosida emas. Uni boshqa ma'noda qo'llanilgan. Uning Iso alayhissalom hozir hayot, Alloh o'z tarafiga olib chiqib ketgan, qiyomat yaqinlashgan vaqtda tushdi. Endi ikki xil fikrning qaysini o'ylasa, ahkam masalalarida hech bir ta'sir olmaydi. Faqat aqida masalasi. Mushtavg'achqa Alloh subhanahu va taolo ma'urullohda bir imtihon, sinov, aqida imtihoni, aqida sinov degandek bir nuqtalarda mashta so'zlarni va boshqa o'zi Alloh o'zi biladigan hikmetler tüpeyledin. Maçta söz işletilmiyor. Yani bir hüküm, ahkamlara hiç tesiri yok. Yani ahkama nispeten hiç payt yoki ziyni yok. Demek bayatımız iki ayetini körüp öttük karındaşlar. Birisi Sure An'amdaki 60. ayet. Yani birisi Sure Zumar'ınki 42. ayetinde. İkilisi de tevaffa, yetevaffa degan söz xulutuş ma'nosida qo'llanilgan. Nimişqa bu şekilde qo'llansa? Çünkü uyku hayatning his tuyg'ularidan ajrab ketish. Mush nuqtada o'lim bilan bir o'rtaq tarafi bor. U bir g'aybga tava bir ish, uyquning o'zi, uyquning masalasi hozir qadar taxminda rasmiy tadqiq qilinib hal qilinmagan. Tushunilgan bir masala, ba'zilar undaydi, ba'zilar bundaydi. Uyqu odamning bu halda har xil tushuntirdi, ammo inson normalda uxlaydi, hammadan uxlaydi. Uyquni biladi, ammo uyquning mohiyatini o'qimaydi. Uyqu insonning hayotning his tuyg'ularining ayrilish nuqtasida o'lim bilan o'rtaq bir nuqtaga ega. Bu nuqtani tushunib bo'lgandan keyin endi biz arab tiliga qaytib kelaylik, shu tavaffa degan so'zni tushunish uchun. Buning yiltizi vafot dedim ya, mushning yiltizidan chiqilgan ba'zi so'zlarning qo'llanishiga qarab taqaydi. Masalan, arab tilida istavfa deb bir so'z bor. Istavfa. Arab tilida o'qiganlar biladi, buning yiltizi o'xshashlar shu vafotdan chiqqan. Ya'ni bayatdan tavaffa, yetavaffa degan so'zlar bir yiltizda so'z. Arab tilida istavfa degani, mesela ben birovga qarz berdim yoki bir omonat qo'ydim. Shu qarzimni yoki omonatimni to'liq topshirib olgan bo'lsam, buni istavfa deydi arab tilida. To'liq topshirib oldim degan ma'noda. Endi uyqu bilan ibodatdan uyqu, o'lim, ondan keyin o'ltirish degan arab tilida bir necha xil iboralar bor. Bularning hammasida mana bir o'rtoqlik borki, hayatning insondan tatilishi. Endi magapning ayg'in chiqishidan ilgari men sizlarga yana bir nuqtani tushuntirib qo'yay. Gap mazmuni to'liq chiqish uchun. O'lim masalasi ikki xil ifoda bilan qo'llanildi. Birisi o'lish, mata maut so'zi bilan, yana birisi o'ltirish. Odatda o'ltirish bilan canini elish arab tilida ikki xil qo'llanildi. O'ltirishni qatala ifodasi bilan qo'llanildi. Canini elishni agar jon berdi demoqchi bo'lsa mata ifodasi bilan, jonni oldi demoqchi bo'lsa amata ifodasi bilan qo'llanildi. Biz tarjima qilgan vaqtda qatalani o'ltirdi deb tarjima qilamiz, amatani jonni oldi deb tarjima qilamiz. Buning farqi nima? O'rtaq nuqtasi nima bo'lsa, o'rtaq nuqtasi har ikkilisida kishining hayoti
tugaydi, hayoti chiqib ketadi. Ammo farqilgan yeri nima desa, amata, ya'ni jonni olgan, ya'ni bir odam o'lgan vaqtida bu odamning jismi sog'-salomat holda ruhi tortilib elinadi. Bu bir nuqta. Ammo o'ltirdi degan nima desa, o'ltirdi degani odatda insonning badanida ruh munosib bir sharoitda saqlanadi. Bedenning har a'zolarining o'ziga xos ruhi bo'ladi, jini bo'ladi. Shu a'zolar shu jonning turishiga loyiq bir muhitni saqlasa, jon turadi. Shu muhit buzutilsa, jon chiqib ketadi. Kallaga birni qo'yib, mingida insonning kallasida jonning turishiga loyiq bir muhitni buzib etsak, bir odamning yuragiga pichoq sanchibla, yuragida jonning turishiga loyiq muhitni buzib etsak, ish qilib badandagi organ asosiy a'zolarning jon, ruh saqlanadigan bir muhitni buzib etsak, ruh chiqib ketadi. Buni biz o'ltirish deymiz. Arab tilida normal farqlanadi bu. Ali İmran'da Sura Ali İmran'ın 144. ayetinde "Ve ma Muhammedun illa rasul kad halat min qablihi rusul afa immata aw qutila" deb agar payg'ambar o'lib ketsa yoki o'ldirilsa deb o'xshamagan ikki so'z ishlatiladi. Ikkinchisi gerçi o'lim hayotni oxirlashtiradi. Lekin farqi nima desa, o'ldirish birovning jismoniyatini buzish orqali ruh turolmaydigan holatga kelib ruhni chiqarib o'tish bo'ladi. Buni inson qila oladi, buning jismini buzish ne? Yani insonning jismini buza oladi. Insonning kalliga birni qo'yib, kallasini yerib o'tish orqali o'ldirib o'tadi. Pichoq tiqib o'ldirib o'tadi, kesib o'ldiradi. Ammo o'lim masalasida jonning rasmiy badandan chiqib ketishi bu insonni kuch yetmaydigan ish. Buni faqat Alloh oladi. Inson faqat jismini buzib o'tadi, ammo ruhni kim oladi? Alloh oladi. May bir nokta bo'lish kerak. Ya'ni o'ldirish degan badanda ruh turishga tegishlik bir muhitni yo'qotib o'tish. Har xil sabablar bilan deganga o'lim, normalda o'lim jonning badan buzilmasdan, buzilmasin, bununla munosabat sarada jonning badandan elinib ketish degan. Bu Allohning ishi, o'ldirish bandaning ishi. Masalan, buni texmi aniqroq tushundirish to'g'ri kelsa bir misol olaylik. Allohul masalul ala. Öydeki elektr simlarida top bor, elektr eqini bor. Ama bu da ko'p bo'lmaydi biz. Mushu elektr eqini bizning ko'zimizga ko'riladigan bir yo'riqliq chiqarish uchun bunga munosib bir muhit bo'lish kerakki, chiroq bo'lish kerak. Chiroq bo'lsa, elektr eqini chiroqqa kelib, yo'riqliq quradi, top kapti, top bakan deymizda. Ammo chiroq shuna chaqirtirilsa, elektr yuradigan bir muhit yo'qolganlik uchun u yonmaydi u. Elektr bo'lsa yonmaydi hatta. Shunga o'xshash masala. Insonda ruh va jon bor, ammo jon o'zining ifodasini ko'rsatadigan bir muhit saqlanmasa inson badanida u ifodalanmaydi, chiqib ketadi u jon. Yurak jonni, ruhni saqlay oladigan bir muhit yo'qolsa, yurakdan yo'qaydi, inson tugaydi. Kalla yo'qolsa, demak mana bir ahvol. Endi demak jon degan nima desa, shu jonni, ruhni muvofiq shaklda saqlay oladigan bir muhit bo'lsa, anturadigan narsa. O'ldirish del mushu muhitni yo'q qiladigan, jismni betaraf qiladigan bir vosita. Ammo o'lim nima desa, jism betaraf bo'lsin, bo'lmasin. Ba'zi hech qanday bo'lmasa inson o'ldi ya, ruhning tortilib chiqib ketishi. Ya'ni inson o'ldirishga qodir, jonni olishga qodir emas insonlar. Endi unda olgandan keyin biz shu mutawaffik degan yerga qaytaylik. Mutawaffik. Hozir datalash qarindoshlar balkim texnik tushunmagan bo'lsam texnik net tushundiray, aniq tushundiray. Mutawaffik degan so'zning o'ldirish, jonni olish ma'nosi bor. Normal so'zda. Bayat deganimizdek bir narsani to'liq topshirib elish ma'nosi bor. Bir qism qarindoshlar mush jonni elish ma'nosini tutib olib, Iso alayhisalom o'lib ketgan, endi tushmaydi deydi. Bununla tushadigan nurg'un dalil pok hadislarni buni keltirib bayon qilamiz. Endi biz mushu mutavaffikning qanday bo'lib boshqa ma'nida qo'llanildi, buni biz sizlarga tushuntirish uchun tirishyapmiz. Endi mutavaffikni biz bayatdin degandek, arab tilidagi so'z ma'nosining ichida to'liq topshirib elish ma'nosimi bor arab tilida, uyqu ma'nosimi bor arab tilida. Endi ma'oyatda inni mutawaffika degan vaqtda 3 xil ma'noning qaysi irodi? Men sening jiningni elib degan ma'nomi, seni xultib degan ma'nomi yoki seni o'zim tarafga to'liq topshirib elib degan ma'nomi? Desa, bizning bu tafsirda, bu darsimizda tarjih qilganimiz 3-xil ma'no. Ya'ni men seni
tamamen üzem tarafga topshirib olaman. Ya'ni ular seni o'ldiranmaydi. Ular sening majismingni zararga uchirishga kuchi yetmaydi. Sen tamamen men tarafga o'tsa. Seni men zimindagi o'zgarishchan insonlar dunyosidan chiqib olaman. İnsanlar arasından tamamen sen ayrılıp çıksa. Çünkü muşu mananı bu ayetinin oldu bilen bağlap bakaylı ve keyni bilen bağlap bakaylı. Oldu bilen bağlasak, aldığı bağlasak, din düşmanlarınınki, hakikat davet düşmanlarınınki hile mikrisi tılgılanıgan. Allah'ın bulanın hile mikrisi en yaxşı cevap verdiğanlığı, özünün dostlarını, evliyalarını, peygamberlerini qoğdaydıganlıqını tilgağandı. O noktadan bir yerde mutavaffikninki men seni üzem tarafga tuluq alaman, insanlar arasından qutuldurman, insanların hilemekerleri sana yetmeydi degan ma'na tamamen mas qiladi. Arqisi qarab baqayli, arqisi da va rafi'uka ilayya, men seni üzem tarafga ko'tirib olaman degan ma'nosi bor. Bu ikkisi biz bayatın ağam mendan tamamen uygun keladi. Ben seni insanlar dünyasını ayrı olaman. Sen men tarafga chiqsa, men seni üzem tarafga ko'tirib olaman degan ma'noda. Yani men seni ulardan ayırdım deydigan bir ma'no chiqadi. Hamda mishada balkim ba'zilar deyishi mumkin. Mutawaffik oldida rafi'u kenidi kepti. Aslida masala dal aks yuz berdi. Allah İsa alayhisolamni ko'tirib o'zi tarafga chiqib qo'ygandan keyin İsa alayhisolam to'liq topshirib olgan bo'ladi deyishi mumkin. Biz deymizki bunun cevabı Arap tilini azroq o'qigan odam bo'lsa, so'zlarning o'ttirini bog'laydigan vo harfi va arab tilida vo harfininki oldi va keynida kelgan so'z ilgirkilikni asla ifodalamaydi. Voninki keynida kelgani oldida kelgani keyinda ma'no ifodalanmaydi. Buni azroq arab tilini o'qigan odam biladi buni. Masalan, sura Qamarda bunda bir oyat bor. Fa kayfa kana azabi va nuzur. Mening azobim va ogohlantirishim qanday bo'ldi deydi. Azob burun keladi, ogohlantirishmi? Tabiiyki ogohlantirish burun keladi, azob keyin keladi. Lekin oyatda azob burun, nuzur. Demak, vo arab tilida so'z jumlani o'tirib bog'laydi, ammo voning oldi va keyni ilgirkilikni asla ifodalanmaydi. Bu noktadan bularninki mutawaffik oldi kepti degan gapini biz xato qilmaymiz. Amaliyotda mazmun jihatda keyni o'sib bo'laveradi. Men seni o'zim tarafga ko'tirib elib olaman. Seni ularning ishidan qutuldurman. O'zim tarafga to'liq topshirib olaman. Ularning kuchi sana yetmaydi, insonlarning kuchi. Sana suiqasd qilinmaydi, hile-mikr qilinmaydi, ziyon zahmat yetkazolmaydi degan ma'noni olsak tamamen bo'ladi. Bayatınki voninki oldi keynidagi so'zlarninki ilgirkilikini ko'rsatmaydigan dalil Qur'onda aytib ko'p. Sura Ahzobda Allah subhanahu wa ta'ala biz peygamberlerden va'dlarini aldık deb bilib, senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa, İsa'lardan deb tilg'aladi. İsa peygamberlarni burun tilg'aldi, unda deganlik peygamberlar burun keldi deganlik emas payg'ambar noqtasidan. Şu bu nokta kalanlarda naiti iniq bo'lsin. Endi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ninki, İsa aleyhissalatu vesselam'ninki haman uluduğallıqı ras. Kullu nefsin zaiqatul maut. Bu iniq. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam hadiste keyfe entum iza nazala ibnu Meryem fikum ve imamukum minkum. Manda bir hadis var. Buxariyning o'zida. İbn Meryem sizlarga tushdi, shu vaqtda sizlar qanday qilasizlar degan bir mazmundagi bir hadis var. Ya'ni bir Qur'on bizga iniq dedi. Peygamber aleyhissalam Qur'onni izohlovchi. Rasulullahning Qur'onni izohlash huquqi va tamamen. Va anzalna ilayka zikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim. Sura Nahl'ninki 44-oyatda Rasululloh huquq berildi. Rasululloh shu huquqi binoan Buxoriyda İsa aleyhissalamning tushdiganligini tilga oldi, bizga bayon qildi. Misha kelgan vaqtda bizga mushu oyatdagi mutavaffikni jonini elish va pattab qo'zish ma'nosini tutib olganlar aqliy nuqtadan bunday bir dalillarni keltirib chiqdi. Bir odamninki ashtaq bo'lishi mumkinmi deydi. Allah tarafiga ko'tarilib ketish mumkinmi? Necha ming yil yashashi mumkinmi masalan? Biz qiyomatning oldida tushuli deymiz. Ular mushuning bir g'ayri bir ish ekanligini, g'arib bir ish ekanligini bizning oldimizga qo'yib, bu mumkinmi? Nada unda ish bor
deydi. Biz ularga şuna deymizki, sizlar İsa alayhissalomninki atsız tug'ilganligidan iborat normaldan g'ayr bir ishni qabul qilasizlar yo'q. Odatdan tashqari bir tug'ilish mo'jizasi ekanligini qabul qilasizlar yo'q. Qonuniyatdan halqagan bir hodisa ekanligini qabul qilasizlar yo'q. Tug'ilishda vafot tepishidagi odatdan g'ayri qonuniyatdan sirt qonuniyatdan halqagan bir hodisani nima qabul qilolmaysizlar? Biz buni deyishga majbur. O qarindoshlarimizga nisbatan. Allah subhanahu va taolo oyatda dediki: "Inni mutawaffika va rafi'uka ilayya va mutahhiruka min al-Qur'on oyatning oxirida. Men seni kuffarlardan tozalayman." Yani pokit ularning suiqasd nijis pilalari sana yetmaydi degan gapdan bu yana. İsa alayhissalomni tamamen o'z tarafiga elish, o'zining himoyasiga elish, insonlarniki suiqasdini saqlab qilish hukmi nayt aniq chiqyapti oyatda. Hem oyatning davomini o'qisak, "Va ja'alul ladina tabauka fawqa alladina kafaru ila yawmil qiyamah." Bu yerda sizga ergashgan kishilarni qiyomatga qadar kuffarlarning ustida qilaman degan mazmunda keldi. Ergashish ifodasi normalda tarjima qilgan vaqtda shu ma'noni chiqarib turib tarjima qilyapman oyatni. Yani İsa alayhissalom bir manhaj olib keldi Allohdan, bir yo'l olib keldi, yashash mezoni olib keldi, bir da'vat, haqiqatni da'vat qilib keldi. Bu yo'lda davom mangadigan kishi kim o desa, payg'ambarlarning payg'ambar alayhissalom. Payg'ambarlarning dinining hammasi tamoman o'xshash. Olib kelgan manhaji tamoman bir qism ahkomlarda farq qilgandan boshqa o'xshash. Bu yo'lga ergashganlar kim desa, biz mu'minlar biz. İsa alayhissalom bir manhajni dunyoga olib keldi. Bir da'vatni olib keldi, bir yo'lni olib keldi. İnsanlarning shu bo'yicha yashashi uchun. Bunun nurgun yerlerini özgertti, nurgun yerlerini unutudu. Peygamber aleyhisselam şu yolunu mükemmelleştirip, özgertilgen yerlerini toğurlap, kam yerlerini tuluqlap, başka unutugan yerlerini epkegen şu yolda eğiş mangucunun tuncisi Peygamber aleyhisselatü vesselam. Ve onunla ergeçken şekilde mana biz qanaqdır? Bugün günde İsa aleyhissalatu vesselam ne? İsa aleyhissalatu vesselam ne? Allah'ın oğlu yoki Allah yoki iloh sifatlayotgan, o'zini nasara deyotgan, o'zini masihiyyun İsa'ning ergashishli deyotgan kishilar emas bu yerdagi İsa aleyhissalomning ergashuvchilari. İsa aleyhissalomning ergashuvchilari payg'ambar aleyhissalom shu yo'lda manganlar va payg'ambar aleyhissalomni unutib olgan mana. Biz İsa aleyhissalomning yo'lda manganlar. Allah subhanahu wa ta'ala ayetdeki sana ergashganlar degan nokta şu noktada ifodalanadi. Undan boshqa ayetdeki kuffarlarning ustida qilamiz degani herkes xato tushunib qolmayli, davom g'albi nuqtasidan nusrat nuqtasidan ustun deganlik emas. Bu nima ustunlik bu desa, bu bir hayot metodu yasash usuli. Beyli İsa aleyhissalom etkergeni ve onun kendini Peygamber aleyhissalom etkergen hayat menheci bir yaşaş metodu bu. Yaşaş usulü bu. İnsanlar aslında dünyada manda yaşasanlar doğru yaşaşlar, çatak çıkmaydı ahirgacha degan bir dava bu. Dava bu. Dünya bunu ya qabul qilib yaşaydı ya ki red qilib öz aldığa yaşaş mizane, yaşaş ölçümünü tüzüp yaşaydı. Bir yerde demek çoğunun şu ki insanlar o şekilde yaşap bakıdı, bu şekilde yaşap bakıdı. Özü halap halamayı, bilip bilmeyi, itiraf kılıp itiraf kılmağa asasda ya İslam yol koygan yaşaş usuluğa özü bilip bilmeyi yap kalıdı ya ki yakınlaşıdı. Şunu olan ahiriste yani kimnin gibi rasat çıkıdı, İslam'ın gibi rasat çıkıdı. Bizning gapimiz rasul chiqadi. Bu nelaqa bir normal misoldan olsa, bir misoldan tushundirsam, ikkalan bir ishni qilyapmiz. Men anda qildi da'vatini, yana birisi menda qildi da'vatidi. Shundan qarish taraf mening gapimga kirmay o'zchaqlab qildi. Qilib oxirida salbiy natijaga erishdi-da. Ya bunda qilsam bo'g'ida qubini deb bir qadam mayziga o'tkildi, bir qadam mayziga o'tkilib, oxirida men degan gap qas qanday qilman, qandaroq men deslablam deganda mashta qildi deb. Oxiri keldingiz-ku deydigan bir gap chiqdi-ya. Mushuning o'zi qarish tarafining passiv holatga tushganligi, ma tarafininki aktiv, ustun holatga chiqqanligi. Islom dal mushunda ustunlikka ega demakchi.
Qur'onning boshqa yerlaridan baya huvallazi mesela sura Tavba'dagi 33-oyatda huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala din kulli. Bu haq dinni butun dinning ustida qilamiz deb aytilgan oyatda. Sura Fath'ninki 28-oyatida mu huvallazi arsala rasulahu bil huda va dinil haq liyuzhirahu ala din kulli. Butun dinlarning ustunda deb aytadi. Buni ustunlikni Bunda g'alba, nusratdagi ustunlik deb tushunib qolsak, sal xatolashgan bo'lamiz. Shunga ba'zi din dushmanlari yoki ba'zilar Qur'onda islom dinini butun dinlarning ustunda deb ta'riflagan. Dunyo qarab baqsanglar 7 milliard odamninki ko'p sonliqi boshqa dinda, shu musulmondan 1 milliard odam bor. Bu son jihatdan ustunlik emas. Aniki amaliy kuch qarasanglar musulmonlar ulardan kuchli emas. Bu qanday ustunlik deydi. Biz deymizki bu ustunlik Qur'on epkelgan. Bu din epkelgan ta'limotning oxirida to'g'ri chiqadigan ustunligi. Dunyo bu din epkelgan, bu Qur'on epkelgan prinsipni o'zining hayotiga tatbiq qilmay, oxirida o'zi bilib bilmay, xolamay bu yerga kelib qoladiganligi bu dinning nimaligi ustunligi. Oxirisida bu dinning ta'limotining to'g'ri chiqqanligining nimasi ifodasi. Mesela qanday ifodasi? İnsanlar bu din epkelgan bu payg'ambarlar tashabbus qilayotgan hayot mezonini rad qildi. O'zlari qonun va hayot mezoni manhaji tuzishdi. Qonun va prinsiplarni tuzgan dastlabki vaqtda yo'q ishlar asta keyin paydo bo'la boshladi. Bugun tuzgan qonuni ertaga o'tmay qoldi. Bu yil tuzgan qonuni kelajak yilga o'tmay qoldi. Shuning bilan diqqat qilsanglar, har davlatlarda har qatimliq cho'ng nimalarida qonun o'zgartiradigan, qonun loyihasiga o'zgartirish kiritadigan ahvollarini uchirtimiz. Bir narsani yo'l qo'yadi, uning orqa ko'rinishini insonlik sifatida bek bilib olmagan bo'lgandan keyin yo'l qo'ygan shu qonuniy nurg'un salbiyatlarni so'rab keladi. Bu salbiyatlarning natijasida bular qonunni o'zgartirishga majbur bo'ladi. Işte o'zgartib bir qadam, 2 qadam, 3 qadam mengib o'zi tuymagan shaklda tuymay islomning bu so'g'isidan qashqar qoladi. Qarasa islom 14 asr burun tashabbus qilayotgan. Mushuni yo'l qo'ysang sen taraqqiy qilsa, mushuni yo'l qo'ysang hayoting go'zal bo'ladi degan yerga yiqilishib qolganligini o'zi tuymay kiradi, bayqaydi. Masalan desak, misolga olsak, islom nikoh qonunini yo'l qo'ydi, taloq qonunini yo'l qo'ydi. Yevropa tavasida taloq qonuni xristianlarningki nimasi bo'yicha, xristianlarningki qonuni bo'yicha taloq yo'q aslida. Lekin bir hayotda, nikoh bu hayotda taloqning olmasligi asla mumkin. Cho'qim masala chiqadi, ziddiyat chiqadi, krizis chiqadi. Ashta ular qanday bo'ldi? Islom taloqni yo'l qo'ygan vaqtda o'rtib bo'lib ketgan insonlar, qanday gap bu taloq degan? Ayol degan ajrashsa qanday bo'ladi degan insonlar asta shu Vatikanning ko'z oldida Italiya birinchi bo'lib taloqni yo'l qo'ydi. Nimishqa? Chunki ularning hayoti shularni shuningga majburlab qo'ydi. Buni qandaqdir islomda taloq vokan deb turib emas, shu hayotning taqozosi bilan qistab shu yerga qanaqa qo'ydi, olib qo'ydi. Bular musulmon bo'lganligi, islomga qoyil bo'lganligini qo'ymadi uni. Hayot shuningga zo'rladi. Undan boshqa İslam cezanını haram qilgan. Bular o'zicha jazonini so'dining foydasi, jazonimiz qana taraqqiy qiladi. Mush shakl davom qilgan. Ammo bulardagi oxirgi natija nima bo'ldi desa, diqqat qilsangiz bugungi dunyoda iqtisod jihatda eng taraqqiy qilgan davlatlar banklardagi, markaziy bankadagi cho'ng o'simlarini 0% ga tushirdik. Yoki shunga yaqinlashadi. Masalan, Yaponiyaga o'xshash va boshqa iqtisodiy taraqqiy qilgan davlatga o'xshash cho'ng davlatlar o'simni eng to'nchakka tushadi. Nimishqa? Chunki ularning iqtisodiy ahvoli, hayot va o'simni yo'l qo'ygandan keyingi salbiy natijalar, iqtisodning rivojlanishi, iqtisodni jonlantirish, iqtisodning haqiqiy rolini o'ynatishda zodi o'simni tuvallatishning zarurligi, o'simni nol holatga tushirishning zarurligini tushunib yetdi. Buni islom o'simni harom qilib degan deb emas, eshak o'zi xolamay bordi. Hayot bularga o'rgatdi buni. Hayot bularga buni qistidi. Mushaga vaqtda endi biz murimizni qiqib o'tirib deymiz qanaroq islom bularni 14 asrga deb bo'lgan deymiz. Sizlar xolamanglar.
İslamga kirmanglar, İslamning qonunini qabul qilmanglar, hayotning oxirgi sizni majburlab opiradigan nuqta islom o'tirg'i qo'ygan nuqta deyalaymiz biz bularga. Mana bu nuqtadan islom bularning ustida turadi. Musulmonlarning har doim peshonasi ürü turdu. Hani biz bu dinning sohiblari, bu dinning egashkishilari, mahaq dinning egashkishilari, sizlar ko'dan ahvolingni deyalaymiz har zaman. Mana bu bizning oyatdiki, bu yo'lga egashganlarningki qiyomatga qadar kuffarlarning ustidan igiz turadiganligimiz, ustida turadiganligimiz har zaman bizning to'g'ri chiqadiganligi, ularning har zaman xato chiqadiganligini ifodalayotgan mazmun bu bo'lsa kerak qarindoshlar. Şuna ayetdeki bir nokta İsa aleyhissalatu vesselam'a ergeçkenler degeni bugünkü İsa aleyhisselam'ın ilahlıqını dava qatqan kişiler emas, belki İsa aleyhisselam teşebbüs qilgan bu yo'lninki sahipleri Peygamber aleyhisselam ve onun ergeçkişleri. Bu maksat üstünlük, g'alaba, nusrat yoki bunda coğrafya noktasidagi kengizimini egallayishimiz, siyosat jihatdagi huquqni egal mana qo'yib emas, bu yo'lninki to'g'ri xatolik masalasida oxirida to'g'ri chiqadigani, ya'ni biz va bu yo'l. Chunki ergashkuchi insonning qinidan bo'lg'ini hisoblanmaydi. Qarindosh o'g'ini hisoblanmaydi. Hatto bir tilda so'zlaganlarmi bir hisoblanmaydi hayotda. Hayatda birleşeleydiğanlar kim dese bir yolda mangan ve bir ideyada yaşaganlar. Hatta bir qandın boğanlar emas. Hatta bir tilde söylediğanlar mı çoğu emas. Tarixte nurgun guvaçlar bununki tarix qarab baxsanlar buludu. Bundan başka Surah Hud'da Nuh Aleyhisselam'ın vaqalığı tilganıdı. Nuh Aleyhissalatu vesselam Allah Subhanahu ve Taala'dan özünün ehlini qutquzishga dua qilib to'fon balasida oğlunun g'arq bo'lib ketayotganligini ko'rib nima deydi? Va nada Nuhun robbahu faqal robbi inna ibni min ahli. Ya Rob, mening o'g'lim deyapti. Buning javoban nima deb keldi? Shu oyatninki oxirisi. Bu oyatdan Surahning 45-oyat, 46-oyatda nima deydi Alloh subhanahu va taolo? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. U bola sening bolang emas, sening oilangdan emas deyapti. Peygamberlerinin mirasxo'rlarining haq yo'lda mangallarning oilasi mush yo'lda mangallar, hatto kendi o'g'illimi emas, bir tilda so'zlaydiganlarmi emas, shu bir ideya va bir yo'llar mangallar bo'ladi qarindoshlar. Shu ma'noqdan biz yuqoridagi oyatdagi ergashganlarni ma shaklda tushuntiramiz. Bugün kunda İsa aleyhisselamni da'vo qilib o'zini masihiyun, masihchilar, İsa'chilar deb atab ve biz diyen Nasara deb atığanlar İsa aleyhisselam'ın ehlinden emas, bu yolda ergeçkenler emas. Gerçi biz Müslüman deb atılsak mı? Peygamber aleyhisselam'ın Muhammed aleyhisselam ümmeti olsak mı? Muhammed aleyhisselam epkege yol, İsa aleyhisselam epkege yolunu üzü oğaçka biz mana o yolga ergeçkişiler. Peygamber aleyhissalatu vesselam mesela Salman-ı Farisi hakkında ne deydi? Salman-ı Farisi Resulullah olan ne millet noktasıdır, ne nesep noktasıdır. Asla yakın mükemmeydi. O Paris. Ne deydi? Salman minna al-beyt. Salman bizden, Ali Beyt'ten davatıdı. Peygamber ailesinden davatıdı. Çünkü Peygamberinin ve hakikatçilerinin onun mirasxo'rlarının ki nispet mensubiyeti yol bilen ayrıldı. Ne kan bilen, ne millet bilen emas. Demek ayetdeki sana ergeçkenlerini kuffarlarının üstüde kılımızdıgını, ergeçkenlerdigini İsa Aleyhisselam epkegen yolda mangalla ve şu yolunun mensuplarını ifadeleydi bu yerde. Kuffarlarının üstüde kılımızdıgını tekrar yapayım. Coğrafya cihetteki Müslümanların san cihetteki yukarılığı, coğrafya cihetteki igelgen zeminin kenarlığı, ki siyasi cihetti bir ulağa hakimiyet bulduğallığı noktanın emas, belki hüccet cihette, hak cihette, hak nahaklık meselesinde, hak batıllık meselesinde üstün oldu. Her daim İslam'dan rast çıkıdı, her daim Müslümanların rast çıkıdı. Başkalar her kançı dava bilen bir yollarını tutudu, ahiriste çögülep gelip, yani biz degan yerga kelib to'xtaydi. Lekin oyatning oxirisida qarindoshlar qiyomat kunisi Alloh subhanahu va taolo shu da'atlash qilgan, ixtilof qilgan nuqtalarda
hüküm çıkardı degan mazmunda. Summa ilayya marji'ukum oxirida qaytadigan joyinglar men tarafga bo'ladi. Fa ahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. İxtilaf qilgan, talashgan har nuqtalaringda men hüküm chiqaman. Ya'ni ben demek çoğunu şu qarindoshlar. Bir haqiqat o'rtaga chiqdi, bir masala o'rtaga chiqdi degan gap, buning tashabbus qiluvchi, qo'llovchisi va buning qarshi chiqqan raqib bor. Bir haqiqat va bir botil va bir to'g'ri yo'l bor, bir ozg'unlik bor. Mushu da'talash qiyomatga qadar mushtamag'du. Haq bilan botilning kurashi qiyomatga qadar davom qiladi. Bu cho'qib ayrılması olmaydı. Dünyada nima uchun mushtamag'du? Chunki dunyoda insonga tanlash erkinligi berilgan bu bir. Huquq, imtiyoz, tasarrufat berilgan bu ikki. İnson dunyoda o'zining butun a'zolarini o'zi boshqaradi. Ko'zi degan yana ko'radi. Ig'izi deganni so'zlaydi, qo'l deganni qiladi, put deganga qarab mangadi. Insonda bunday huquq bor dunyoda. Ve insana boysundurulan etraftaki kişilerimi buyruğunu kılıdı. Şu top nim dese şunu demek, insanın, zalimlerin hayatta tasarrufat kılış hukuku var. Ayet-i davat odur ki, İleyye merci'ukum. Ahırsta men tarafki kaydısılar degeni, kıyamette şunlar bir gün buludur ki, insanın bütün mülkiyet eptaşlanıdır. Bütün imtiyaz eptaşlanıdır. Bütün ihtiyarlık eptaşlanıdır. Bütün hukuk eptaşlanıdır. Yevmehum barizun Surah Gafir'nin 16. ayeti. La yakhfa alallahi minhum şey. Kıyamet günü ortaya çıkan vakitte Allah'a hiç narsa mahfi emas. Limanil mulkul yevm vakitte bütün hukuk imtiyaz kimden? Lillahil vahidil kahhar. Allah'ın oğludur. O vakitte dünyada men çoğundim de aldı mangallar. Ergeştirip zalimge başı oğallar. Zalimning katta başları tağutlar kendiga geçkenlerin hemmisinden adacı da oludu. Yok ben hiç nemes bugün deydi. Çünkü o ışkan hukuk kalmaydı olanınki. Surah Bakara'nınki 167. ayet qarab baqsanlar oldu. İzteberra'ellezine tubi'u minellezine teba'u ve ra'avul azabe ve taqatta'at bihimul esbab. Hiç kana hukuk kalmagan, imtiyazı kalmagan, sebep kılgan, noksu kalmagan vakitte onun adacı da oludu. Ve kâlellezîne tebâ'u emde ägeş güçlerim deydi şu vakitte. Hey siz, eğer bizning dunyoga bir qitim berish fursatimiz bo'lib qolsa, ma adamni bizni tashlayotgandek dunyoda bizni bulun tashlatdik. Ammo afsus, bularning qilgan ishlarining hammasi hasrat bo'ladi bularga. Bularda uzoqdan chiqolmaydi, hech foydasi, ahamiyati yo'q. Qiyomatga borgan vaqtda bütün imtiyozlar Allohga oid bo'ladi. Bugün ben çoğunda buyruq vatqanlardan ötmeydi buyruq. Hatta dünyada bayatın degandek insan özünün put qo'llarini ishib qoladi ya. Qiyomat kuniga borganda şu bu ko'z, bu ig'iz, bu qo'l, bu put shunda deydi-ki, dunyoda Allohning buyrug'i bilan men ma egamga bo'ysungandim. Haram narsalarni ko'rgandi, haram narsalarni so'zlatkizgandi, haram narsalarni tutqizgandi. Bugün Illahil vahidil qahhar bütün hukuk Allah'a ait. Men mi bu adamın adacıda? Meni mana hata iş qilgandi, endi hukm chiqardigan vaqt keldi. Mana bugün de fa'ahkumu baynakum fima kuntum fi takhtalifun. Dunyoda talashgan bu yo'lning haq nohaq, xato to'g'ri, botil haqiqat, zalolat azg'unlik, hidoyat azg'unlik haqin hammasida kimning to'g'ri, kimning xato Alloh hukm chiqaradi. Shu vaqtda bu yolda mangan müminlerin ahvali başkaça ve bu yolunu inkar kılan küffarların ahvali başkaça hüküm bulup ortaya çıkıyor. Bu mezmunlar inşallah ayet suremizdeki 56. 57. ayetlerde bayan kılınır inşallah. Bugün vakit münasebetiyle müşahede toxtaymiz. Kila saat geçe, kila qatimliq dersimiz geçe hemmenlarni Allah'a emanet kıldım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.